Assalomu alaykum hurmatli mekendeshler, tug'anlar. 3-4 ay murda ko'p video chiqardim, gördüңөр баягы darvoza baası O'zbekistondan yasalgan darvozalar. Emisi dostlar, все четко, как надо deydi. Qarasuv shahrına geldi Baykem. Bayke kameranın артында turат. Assalomu alaykum deb qo'ying birat. Assalomu alaykum. Qandaysiz, sen sulu? Kelib oldingiz, ha? Amalayndi roza ayyomlaring bilan. Aytganingiz kelsin, rahmat Bayke. Ne oldu? Jumush yaxshi ketdi-ku? Rahmat, Allohga shukr. Эми дарбазаларыңызды bir четтен подписчиктерге бааларын айтып, кандай болуп атканда мындай сүйлөп кетерин, доставкаларыңыз кандай болуп атат. Мен bir четтен туугандар силерге азыр баарыны көргөзөм. Биз Любой маалыматты азыр өздөн сурап алабыз, устасынан алабыз. Кандай кылып, кайсыл жерлерге Бишкекке чейин барып доставка кылып, установка кылып келтем дейт Байке. Достор, кызыккандар көргүлө, баалар аябай арзан. Мына өзүбүздө Кыргызстанда жасалып аткан дарбазадан сапаты биринчиден өзгө, каттуу сапатта жасайт экен. И баасы да аябай арзан жасайт экен. материаллары российский профиль. Россия полностью. Полный Россия. Мына биринчи дарбазаңыздан баштайлык. Бул кандай фасон? Турецкий 2. Турецкий 2. Номер 2. Да. Размери кандай? Eni 420. Так. Boyu 2.65. Но профиль полностью. Standart razmeri. Standart razmerде? 8'e 8, 2,5 stenka. Aha. To'qima profillari 8'ga 4 ichi. İçi 8'ga 4. Shumka bor. Da, lislari 2 stenkada bo'lgan shumkali variant. Shumkasi bor ekan. Kraska. Kraska bu dev kraska, полный O'zbekistondan kelib turadi avtomobil. Hammasi O'zbekiston. Bunday ko'rgözüң do'stum, qanday bo'lib turadi darvoza. Buni basiqqa kelsa qancha jasab berasiz uşul razmerde? Hozir shu Roza Ramazonga aksiya bo'ldi. Aksiya bonus variantda qilib 110 ming so'mga berib yuboramiz. 110 ming so'm. 110 ming so'm. Ha, 110 ming so'm do'stlar. Shumkasimi Duxstenni darvoza hozir aksiya bahasida alsanlar bo'ladi. Buni 130-135 sattınız ha? Ha, shunday. Emi ikkinchisiga kelaylik do'stim. Berki. Bu yerde баягы eng ходовой darvoza bizde. Aybay yaxshi ko'radi. Скромный, arzon bahası deb. Bu qanday stenkalari baki? 3'ga 320 razmerimiz bu. Yondorlari 8'ga 4, to'qima profillari 6'ga 4. Unda 1.3 stenkada bo'lgan. Shtampovka 1.3 variant. Qalin ekan do'stlar. Puli qulay variantda. Qancha beramiz? 52 ming so'mga berib. Maşallah. 52 ming so'm Ramazan ayini shunda aksiya qilib berasiz. 50 ming so'mga berib yuboramiz. Maşallah do'stlar, 50 ming so'm uстановка, dostavkalari menen ekan. Sonun bor qo'y. Dag'i eslatib ketayın, Qarasuv shahrida joylashgan. Men lokatsiya adresini tishlab qo'yim, cho'ng qilib yozib qo'yim. O'zim kelib ko'ram deganlarga sexga kirib, bar yo'g'ini, prosesni qanday jasalayotganini ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Do'stim, juring ketdik. Bu o'sha birdaylarmi Noiko? Shunday, bu ham high-tech. High-tech. Primoy usulda bo'lgan. Eni 4,5. Aha. Boyu 3 metr. O yoqqa chiqib olding do'stim, kameramen. Sen alsdan olaverasan, o. Tak, buni bahsi qancha? Buni bahosi 65 ming. Bu razmeri cho'ngroq bo'ladi ekan tigidan. 3 metrga 4,5 razmer. 4,5 da 3 metr vысотасы. Shunday. Do'stlar, buni cho'ngroq izlaganlarga Varato proyomi cho'nglarga ushul variant. Bunda bahsi qancha dedingiz? 65 ming, 15 ming so'm ayirmasi bor ekan. Tigimi. Yaxshi? Baki, bunoningiz maga jaqat, o'zi oldindan jaqat. Buni stil qanday aytadi bu? Bu pasonimiz qayish deb aytsa ham bo'ladi, plus deb aytsa ham bo'ladi. Plus fason, da, plus fason. Razmeri qanday buni baki? Razmerimiz 4.35 ga 3.10 razmerimiz. 4.35, 3.10 vысота, do'stlar. Buldagi qanday metal? Qalinligini ayting. Yondorlari 8'e 8, 2,5 stenka, to'qima profillari 6'ga 4, lislari xuddi shunday 1.3. 1.3 dan jasotat eng qalin variant shtampovka. Shtampovkani eng qalin 100. Qancha basini berasiz? Shtampovka pechat. Basini qancha qilib beraylik? Keling. Aksiya bo'yicha. 63 ming so'm. 63. Tigi 65, bu 63. Razmeri bir değil ekan почти. Почти bir xil razmer. Почти bir. Buni fason bu bayağı high-tech'ning boshqa o'zgasi high-tech ekan. High-tech'ning bu ham qalin varianti 4,5 ga 2,60. Stoykasi qancha bunun? 8'e 8, 2,5 stenka. Cho'ng stoykadan 2,5 stenka 8'ga 8 ekan do'stlar.
Profilleri qanday ishlatilgan baka? 6'ga 4 1'e 3. Mashallah. Qalin yaxshi. Va- Nasoy izg'ilat atgan baka. Albatta. Bosqiga razmerini aytdik-a? Ayting razmerini. Razmeri 375 ga 375 ga 265. 375 ga 265 bu bayaqınday skromniyroq ekan. Shunday. Qancha bahsi baka? Bu ham 52 ming so'm. 52 ming so'm. 50 mingga dogovor qilamiz. Shunday qilamiz. 50 mingga jasab berayotganmiz do'stlar. 50 ming so'm darvoza. Mashallah. Mana do'stlar, keyingi stil bu bayaqınday Bu beba Jallovatga qo'ygan stilingizdan ekan baka. Shunday. Jallovatga xuddi shundan ustanovka qilganmiz. Albatta. Ayting endi, stoyka qancha bunda? Yondorlar 8 ga 8. Tak. Shu aytganimiz 2,5 stenka. Eni 4,5, bo'yi 3,10. 4,5 ga 3,10. Bu ham bunday 65 shirok. mingga beramiz buni ham. Mashallah aka. Bağlarınız ayavay sonun. 65 ming Tortishmaydigan yaxshi. narxi shu 65 ming so'm. Zo'r aka, zo'r. Bu Bunavi. qavatli varianti, brennovenli variant. Ha, bu bronirованный qalindan. Bu zakaz qilingan o'zi. Odamga ketdi zakazga. Xudo xolasa. Razmerini ayting endi, brat, buni stoykasi qanday stoykada? 10 gon stoykalari 10 gon, 2,5 stenka. Cho'nglaniganda bu stoykasi. Ikki qavatli shumkali variant. Shtampovkaning eng qalin 2 qavatli brennovenli varianti. Shumkolari menen. Shumkalari. Polni guldori menen. Buni 85 ming so'mga qilib berdik. Haqi ketdi bu. Bitta akaxonimizga. Qara suvda qilavi. Bu Uchadi. Shuydan bir 15 kilometr. Ha, maşallah. Qarachi 85 ga bitdi shu. 85 mingga bitdi. Do'stlar, buni bir ko'rgazib qo'ying. Zakazga men bilaman. Zakazga любой jumshni olasiz. Albatta. Любой. Naves, sayes, Qizig'i yo'q. charpaya va tapchan, mapchan bar jo'q bor. Ichkariga kirib reklama qilamiz. Bo'ldi, hozir sexinda ko'rgazib ketamiz. Bu darvozamiz 3 ga 330. Yondorlar вообще 8 jindik 8 ekan, Brinovenni 3 qavatli. Ha, tro'q Afsona suv. fason. Ha. Oldi orqa bir xil. Mashallah. Bu tarafi Do'stlar, ham, men qarang. Orqasi ham, oldi ham bir xil. Ayovay skoromniki. Oldi ham, orqa ham oldida buni. Ha, ortidan da ko'rgazib qo'ying-da. Radni. Ha, qara. Mana ko'rgili. Qalasanglar bu yoqdan kelayotgansizlar, qalasanglar bu yoqdan kelayotgansizlar. Brat, buni qanchaga qilib berasiz, jasab berasiz shunday skromniy darvozani? 110 ming so'mga akaxonimizga yasab berdi buni ham. Ha, bu ham под Bu klient. Narimonga. Narimonga ketayotgan под klient. Mashallah, do'stlar. Любой jumushda boya katalog bor. 2 oy oldin xuddi shu darvozani oldi orqa bir xil yasab bergandik. Shu bitta akalariga yasachish kerak ekan. Buni ham yasab berdik. Xudo xolasa, olib borib o'rnatamiz 2 kunda. Mana cho'ngligini ko'rgili, buyukligini ko'rgili, endi sexni ko'rgazaylik. Baka, juring ketdik. Mana рабочий momentlarini ko'rish kerak-da odamlar. Oxo, buni ko'rgili. Aha, bu yondorlar hozirgi aytgan shtampovkan 2 qavatli varianti. Da? Mana do'stlar, shunday jasab beradi. Polностью bokovina usti menen tayyor qilib, уже mana metalni ko'rsangiz bo'ladi. Zakaz qilinsa bo'ldi, aytganlarda yasab beramiz. Qalaganingizni jasab beramiz. Mana bu yoqda da mana proses kraskani ko'rgazaylik do'stlar. Jumushni bunday so'z bilan emas, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Qo'limda mana sexiga kelib, bu yoqdan jasagan momentini. Mana do'stlar, mana bu yoqda baldar kraska jasab o'tadi hozir. Bu darvozamiz Jallobod shahariga. Oldi orqa bir xil, nomi Safiya. Safiya. Yangi stilda. Yangi stilda. Buni reklamalarni ham qo'yamiz, aka tashlab beraman. Inshaalloh, o qo'ysangiz biz men kanalga qo'yib beraymi buni. Buni oldi ham, orqa ham bir xil. Bu fason ayoy boshqa jasolatgan. Bu 6,5 santimetrli. Bu o'ta brinovenli qalin darvoza. Ha, Buni mashallah. ham o'ziga yarasha. Bu da qalin bo'layotgan-da. Albatta. Bu bunda proses. Do'stlar, полностью шпаклевка bo'ladi. Darvozangiz svarka, shoftori полностью jashirilib, keyin avtomobilning kraska sevilayotgan do'stlar. Mana bu yoqda da obrazestlarini ko'rgazgin do'stim. Mana qara. Mana stilda qarab. O'zimizga qora suvga o'rnaydi. Mashallah. Bu уже под клиент. Variant. 3 qavatli Samarqand fason darvozamiz. Mashallah do'stlar, mana. Звук yo'q. Yo'q. Звук yo'q. Mana походу usti. Bu yondorlar do'stlar. Mana. Samarqand fason menen populyarniy bo'lgan bratan ushul bo'ladi. Jalolobodga bilmayman, 15 stuk jasab qo'ydingiz, Juda ko'p o'rnatdi Jallobodga. Do'stlar, mana zakaz bo'yicha, usta ishlari bo'yicha tapchan jasatam deysinglar, naveslar jasatam deysinglar, под ключ oladi bu bola. Под ключ olib, полный
полный өзү жасап берип, бар жогу өзүндөн. Металл дейсиңби, краска дейсиңерби, жасап мага ушунча акча дейт. Ошо акчасыга туура келсе жасап силерге полный даяр кылып берет. Кимге кызык болсо, мен номер телефонуну жазып коем. Рахматулла братанды. И мен локациясын да чытап коем. Кара Суу шаарында кайсыл жерде бул цех жайгашкан, достор. Чалгыла, иншалла, мына Рамазанга жакшы скидка кылып берем дейт. Рамазан акция деп туруп ушул видеоду мен жайгап коем бүгүн. Көргүлө, чалгыла, достор. Любой маалымат менен мага да чалсаңар болот. Мен гарантия капилдигини алам ушул адамды. Байке, ишиңизге ийгилик. Достор, лайк басып, жакшы комментарий калтырып коюп. Обязательно, достор. Мен бу жакты номерин калтырып коем. Группасы бар. Группага кошуп кой десеңер, Дарбаза группасына кошуп коет. Жаңы фасондорду группага постоянно күн сайын ул адам чыштап турат, достор. Чалгыла, кызматыңарда Данияр, иншалла, достор. Рахмат сизге да. Сау болуң. Саламат болгула, достор. Assalomu alaykum.